Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sturon Metal jamoasining navbatdagi ish kuni. Ishlarni bir qator ko'rib chiqamiz. Nijniy Galina katyolimizda chugun kalasniklari o'sha Cooper Carbo katyoli bilan bir xil ishlangan. O'shandan nima olinganda shablon bir xil olingan. Hamma katyollarimizga shunaqa chugun qo'yamiz. 35 kilovatlik katyol. kilovatlik 5 kitob. Bu 15 kilovatlik katyolimiz mana endi tayyorlanyapti. Hatta son bu yangicha katyolimizdan tayyorlayapti. Yangicha katyolimiz. Buni o'zim uyimga qo'yib yoqib ko'rsatgan katyolimdan. Yana bitta tayyorlayapmiz. 600 kvadrat joyga tez kunlarda o'rnatib videosini kanalga joylaymiz. Bizni kuzatishda davom etsalaring. Videolarni joylaymiz. Bu ham 15. Mana bu tomonda 22, 26, 15 har xil katyollarimiz. Уже afshipkalari tayyor. Qopoqlarni qoraga kraska qilib, afshipkalarni qotirsak, xudo xolasa o'z egalariga chiqarib yuboramiz katyollarimizni. Zakazlarimiz juda ko'p. Bu vaqtida chiroyli qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. 22 kilovat katyorimiz. Afshipkalar ham 0.9 mm listdan tayyorlanadi. 0.9. Keyin parashkovoy kraska sepilib mana bunday. Parashkovoy kraska sepiladi. Bu miyalari. Hamma katyollarimiz 100% sinovdan o'tib, davleniya berib, ichiga suv to'ldirib turib, keyin davleniya beramiz. Teshiklari bo'lsa, appetidan suv qo'yadi, balkim ichki qismidan qo'yar. Ularni hammasini chiroyli qilib yamab, tekshirib ko'rib, keyin bu yerga o'tadi. Bu yerga o'tgandan keyin bu yerda afshipkachilar eshiklarni qo'yib, mana eshiklar tayyorlanyapti. Eshiklar demoxodlar ham tayyorlanib turib, keyin bu yerda mana afshipkalar qotgandan keyin ichiga mana chugun qismlari o'rnatiladi mana. Chugunlar o'rnatilib tayyor holatga olib kelinadi. Bu yerda ham tasvirlatib ishlayapti. Bu yerda ham mana bu 22 kilovat katyolimiz ichki qismi. Mana yana bitta yangilik katyolimiz bor. Buni ham tez kunda chiqaramiz. Mana oldi eshigi ikkitalik bo'lgan. Buni yaqinda
ko'rsatamiz. Buni ham hali tayyor bo'lgan yo'q. Davleniya berib, teshiklari tekshirilgan. Qapoqlari bitgan yo'q. Bu universal bo'ladi. O'ngi chapi bo'lmaydi. Mana bunaqa eshikchasi bo'lmaydi buni. Joy tanlamaydi. O'ngi chap tushaveradi. Yo'llarimiz birin-ketin tayyorlanyapti. Bu yerda ham eshiklar o'rnatilyapti. Bu tomonlarda ham kat yo'llar. Bular ventilyatorlari. Yaqinda kecha keldi Xitoydan ventilyatorlarimiz originalidan 65, 85, 120 vatli ventilyatorlarimiz keldi. Uni sotuvga ham chiqaraveramiz, alohida sotaveramiz ham uni. Keyin motorlarimiz keldi. 3 kilovatlik, 1,5 kilovatlik motorlarimiz, betonomeshalka, keyin drabilkalarga mo'ljallangan motorlarimiz ham keldi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Optim narxlarda birinchi qo'l motorlarimiz bor, ventilyator parraylarimiz bor. Yaqinda u ham kelib qoldi. Двойной motor reduktorlarimiz kelyapti. Mana shinegli katyollarga bunaqa motor reduktorlarimiz kelyapti komplektda. Bundan ham sotuvda bor. Kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Kanalga podpisatsiya bosmaganlar podpisatsiya tugmasini bosib kanalga a'zo bo'lib qo'ysalaring. Qachondir qidirib qolsalaring, topishlaring oson bo'ladi. Qachondir kerak bo'lib qolamiz. Kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu yerda mana zagodovkalarimiz 15 kilovatlikdir. Zagodovkalar bu ikki qismi. Hamda to'saka qilib bo'rttirib chiqaryapmiz. Bu yerda osyapti mana. Mana shunday qilib kasetalarni ham bir tomonini shunday bosamiz. Hali purut qo'yib, armatura qo'yib, zaklopka qilganda bu baquvvat bo'ladi. Mana. Shuncha 2,5 sm zazorni berib turib, mana shunaqa kosacha qilib bosib chiqamizda, keyin ikkovi qismini bir-biriga qilsak ham deb baquvvat narsa bo'ladi mana. Harakat yo'llarimiz mana shunday bo'lib chiqadi. Zavodskoy ham shunaqa bo'ladi. Kuper karboni zavodskoyi xuddi mana shunaqa bosilgan bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.